Hammaga assalomu alaykum. Lans pokraskadan chiqdi. Bitta ko'rib o'ramiz do'stlar. Mana nima qildi? Mashalloh. Просто pushka. Eshilanchlar bilan sepildi. Rayonlar bilan. Onda lakka qo'yib, bronirованный lak bu oyoqqa esa ham ishtima qilmadi. Plyonkasi o'zi bilan. Hech qanaqa plyonka qilish shart emas. Qirilmaydi ular. Hozir gradusda quritamiz buni. Pushka bo'ladi, просто pushka. Qimmat lak qimmat remont. Zato har yili plyonka qil, o'qil, buqil degan narsalar yo'q. 5-6 yilda bir remont qilinadi mashinani, yana yuraveradi. Chotki bo'ldi ishlar bu. O'zi boshqa uradi. Bagajlar bilanlar. Nima deyapti? Sanoqli bitta ikkita chang bor, yashirmayman, endi yashirish o'zi ko'rinadi-yu, bundoq qilganda. Changlarni qani o'zi topsam mana shu bitta ikkita dona mikro hisoblanadi. Atak birorta chang yo'q. Lak boshqacha lak bu. Kuzatib boringlar do'stlar, qo'yib boramiz. 3-4 ming dollar kraska pulga sarflaganimiz ham mana shunaqa paytda maza qilib borasiz. Mana chang, mana bitta bor. Ketadi. Mana ikkita bor ekan bunda. Chang bo'lsa, plyonka kleylar bo'lmaydi. Agar misol bunga plyonka kleylanmaydi-yu, общем agar changi nima minusi bor desa, plyonkada puzur ko'p qoladi. Olib tashlagan taqdiringizda ham bilinib qoladi. O'shaning uchun chang tushirmaslik kerak. Ko'pchilik kleylar yuboraveradi.